Assalomu alaykum, assalomu alaykum. YouTube Chorva Obujon o'z kanalining ashaddiy obunachilari, mana akalarim, sizlarga qo'ylarni zo'ridan toza 5 ga Qirg'iziston qo'chqorlarini boqib turgan Islomjon do'stimizni xonadonlarida dehqonchiliklarini sizlarga chiroyli qilib video qilib obzorini qilib beramiz. Video davomida bittadan like bosib, otangga rahmat deb like bosib qo'ysalaring akalar, biz xudo xolasa inshaalloh videolarimizni chiroyli qilib yoritib, pullarini ham hamma yo'g'ini qanday boqish, qanaqa hammasini aytib obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa biz videolarimizni boshladik. Xo'p, manzilimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, shu arzonchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'idan do'stimiz Islomjonni qo'ralariga kelganmiz. Islomjon, Assalomu alaykum. qo'ylarni zo'ridan o'zi ham olib kelibsa. Ha, Malades. Obujon aka, bular o'zim Qirg'izistondan olib o'tib, boqib turgan dehqonchilik qo'ylari, pash dehqonchilik bo'lib qoldilar. Yanvar oyida kelgan, hozir 4 oycha bo'lib qoldi kelganiga. Kichkina qo'zligida olib o'tilgan. Xudo xolsa qo'ylar hozir zo'r bo'lib ketdi, yemini chiroyli yeb. Mashalloh, mashalloh. Haqiqiy Islomjon qo'ydi zo'rini teribsa o'zi ham. Haqiqiy erinmasdan akalari, ukalar, mana hojibolar qo'ylarni qaranglar, mana endi Havasga boqadigan Obujon aka. gapsiz yo'q. Soni nechta bu yerda Islomjon? Soni 8 dona. 8 dona. Hop, yosh oyliklari, yeb ichish ushaladi ma'lumotini berib o'tamiz endi obunachilarimizga. Yosh oyligi Obujon aka 11 oylik atrofida. 11 oylik. Chunki o'zim 5 oylik, 6 oylikligida yemanda qo'ziladi. Aha. Hali bittasi ham tish buzgani yo'q. Gapi, hali bular qo'zimi? Hali qo'zi. Mashalloh, mashalloh. Haqiqiy. Jaydari qo'ymas Obujon aka. Hammasi Haqiqiy o'zi bilinib turibdi. Xudo xolasa mana Obujon o'zida ashaddiy kanalimiz obunachilari o'zi ko'rib, bittadan like bosib ko'rishsa, haqiqiy mana qo'ydi zo'r ekan, haqiqiy. Faqat shunaqa realni qo'ylarni zo'rini chiqaramiz, xudo xolasa aka-ukalar, ko'rib turasizlar mana qo'ylarni. Islomjon haqiqiy zotga boqadigan zotga ekan-da, quloqlari ham butun hammasini chiroyli narsa ekan, keti ham tikka ekan-a. 100 ta qo'yishdan saralab olingan qo'chqor. Soni 20 ta edi, sotuvga chiqardik-da Obujon aka. Lekin sotilyapti. Kelgan odam yoqtirib ketyapti. Holatiga qarab narxini ham kelishib beryapmiz. Narxini xudo xolasa bugun arzon qilib berasizmi? Bizni mana obunachimizga yangisiz, xudo xolasa yoritib yaqin qilib, realni narxini qilib bersangiz, xudo xolasa kanalda rivoji uchun chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa. Obunachilar kanal yangi, o'zimiz ham yangimiz. Bittadan obunani bosib kuzatib turaverasizlar. Sizlar uchun xudo xolasa chiroylidan chiqarib berib turamiz. Gap yo'q. Sizlardan bitta paddeshga, kommentariyaga otangga rahmat deb like bosib, do'stlarga yuborib turaverasizlar videoni akalar. Gap yo'q, akalar menga qarang. Razrezlarini qarang. Razrezlari ham tikka haqiqiy mana aka-ukalar. Haqiqiy qo'ydi zo'rini olib kelibdilar Islomjon do'stimiz mana. Bular juniyan hammasiniki simjunta Obujon aka. Yuzlari oti yuzda. Ha, bilinib turibdi mana. Haqiqiy mashalloh. Ishqoz bo'ldim o'zim ham Islomjon. Ha, ko'chaga olib chiqib olaylik desak Obujon aka qo'radan o'sha 4 oy 5 oydan burun chiqqani yo'q, qochadi. Ha, o'shasini ham az obunachilar aytib o'taylik. Qo'ylar chars ekan, dehqonchilik deyaptilar. O'shanga tashqariga olib chiqqani to'g'risi nima qildik? Qo'rani o'zida olyapmiz. Bittadan like bosib, otangga rahmat denglar, xudo xolasa. Kimga boshaqasi kerak bo'lsa, Obujon aka shunday videoni ko'rib, screenshot qilib belgilab tashlasak, bittami, ikkitami, alohida video qilib Telegram, WhatsApp bor, tashlab beraveramiz. Gap yo'q. Hop, bularni bo'ylarini nechiga berasiz, Islomjon? Bo'ylari 85 ga olishaveradi, 85 filsga olishaveradi. 85 ga beraveramiz obunachilarga. Mana obunachilar qo'rani ichida haligi ichkarisi chuqur ekan, baland emas. Mana realni uzoqdan ham olib ko'rsataylik. Haqiqiy, mashalloh. Qo'yda qarang, o'zim ham ishqoz bo'ldim. Hop, bularda Islomjon asosiysi narxida-da. Xudo xolasa narxini bomba qilib beramiz dedingiz mana. Labizga labiz bomba qilib bering, xudo xolasa. Otangga rahmat deb telefon qilsin. Bitta obunachimizga mana. Sonini nechta dedik? 2 4 6 8 dona bo'ldim, 9 dona aka Obujon aka. 9 dona bir joyga, hop. Sariq bitta kashtanimdan. Mashalloh. Hop, 9 tasi bir joyga kesdi. Yaqin bo'ladigan, tortishmaydigan qilib narx ayting. Dirs tars. Martga mart, dangalga dangal gapiring. Yo'q, unaqa endi narxini Obujon aka dollar degan dollarda qo'yamiz-da.
oshib qo'ymaymiz dollarda ham. Unaqa 700-800 dollar narxi yo'q obujon aka. Hop. Qisqasini bir joyga olganga 500 dollardan keyin bitta yana bomba qilaman, tanlab olishga ham 500 dollardan. Malades. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar, bunaqalarni kuzatamiz. Biz ham haqiqatan ham kuzatamizda, aka-ukalar, hojibolar. Mana shunaqa qo'yiladi, haqiqatan realni 800 dollar, 700 dollardan qo'yapti. Biz kanalimizning rivoji uchun Islomjon do'stimiz mana 500 dollardan narx qo'yib berdilar. Haqiqatan ham shoshilamiz akalar, qo'yla qarang. Obujon aka, bular kimgadir qimmat, kimgadir tushungan odamga arzonda. Chunki o'zim ham arzonsirab olib kelganman. Shu Qirg'iziston bek obujon aka. Hozir Qirg'iz bek. Yanvar oyi bo'lsa ham aka-ukalar, hojibolar, haqiqatan ham yanvar oyidan hisoblasak hozir maymi? May. 4 oy, 5 oy buncha, 5-oyga o'tyapmiz. Bunchalik boqish ham o'zi bo'lmaydi. Obujon aka keyin bularga yemni bosib berilgan yo'q. Lekin normada, o'rtacha. Normada. Hop, bularga nima yegizyapsiz, Islomjon? Arpa, bug'doy, makkani qaynatilgan deydi, keyin moshpalar yeydi, yeryangan ular. Hop, Islomjon do'stimiz, hop, sizga telefon qilib, "Uka, mana shu qo'ying yoqdi" deb telefon qilsa, xayrisi bormi? Xayrisi bor obujon aka, hech kim aytgan sotmagan. Chiroyli qilib xayrini qilib, Gap yo'q. dastlabkasini qilib beramiz. Dastlabkasi qayergacha? O'zbekiston bo'ylab ketaveradi obujon aka. Uyi bo'lsa bo'ldi. Uyi bo'lsa bo'ldi. Martga martsiz. Martga martmi? Shu Gap telefon yo'q. realni oladigan odam telefon qilsa. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar, bor odam telefon qilsa bo'ldi obujon aka. haqiqiy zo'r narx bo'ldi, shoshilamiz aka-ukalar mana. Qo'ylarimiz haqiqatan realni, badani ham o'ta normal, tikka dumba, bir qo'ra bir joyga ekan, haqiqiy suzishmaydigan, boshqa ham qilmaydi, qo'ylarni qarang. Keyin hozir obujon aka qo'rada qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku, lekin qo'y olgan pullariga arziydi, xursand qiladi. O'zi bilinib turibdi Islomjon qo'ylaringizdan, haqiqatan ham malades, otangizga rahmat. Sharoit yo'qligiga mana shu mashina o'zida bo'lsa ham obzor qildik. Chiroyli qilib aka-ukalar, hojibolar, bittadan like bosib mana shu ukamizni qo'llab-quvvatlab, realni oluvchilar akalar aloqaga chiqasizlar, telefon nomerlarini qoldiramiz. Xudo xolasa Islomjon do'stimiz pulini yaqin qilib yetkazib beradilar. Yeb ichishiga garantiyalari qanaqa, Islomjon? Ularga borgandan keyin bir haftasini olishaveradi. Bir haftagacha garantiya. Bir hafta garantiyasi bor. Gap yo'q. Akalarimiz, videomiz shu yerda yakunlaymiz. Xato kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr. Bittadan mana shu like bosib otangga rahmat desalaring, men har doim 24 soat xizmatdamiz. Faqat meni kanalimda qo'ylarni faqat zo'ri chiqadi. Xudo xolasa, qo'ydi zo'ri bo'lganda ham narxi sinadi. Xudo xolasa biz yangimiz, faqat sindirib siz obunachilarga yaqin qilib pulini yengil qilib uylaringga olib borib, sizlar qo'yliq bo'lsalaring biz xursand bo'lamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.